Assalomu alaykum hammaga. BYD Sigil mashinasini olib qo'ygan edik. Xudo xolisa bu mashinamiz bitdi. Bu mashinamizda qilgan ishlarimiz shu eshiklarni o'zini qoldirib berdik. Mana kapot qismlarini almashtirib, lanjron qismlarini tortib, podgonkalar qilib, xudo xolisa chiroyli qilib. Hozir mana gruntovka holatlarini ko'rsataman. Gruntovka sepib qo'yildi, kraskaga tayyor mashinamiz hozir. Hop, like bosib, poddeshkada bo'lishi esdan chiqmasin. Hozir video davomida qanaqa rangi, qanaqa chiqqanini ko'rasizlar. Birinchi sloyga gan rangini sepib oldik. Sababi bu sepiladigan rangi tagida gan rangi sepib turib sepilsa, u effektini ham zo'r beradi. Xudo xolisa ko'rib tursanglar, mashinaning rangini ko'rasizlar. Mana xudo xolisa qizil rangga bo'yab oldik mashina, ya'ni qon rangi. Mashinamiz qon rang bo'ldi. Qonapam chiqdi. Hozir bu pudralarni sepib oldik. Hozir bundan keyin laklarni sepib oldik. Mana xudo xolisa mashinamiz bitdi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Like, podpiskani ayamasdan poddeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. Xudo xolisa mashinamiz bitta ko'rib turganingizdek, mashina olov bo'ldi. Likelarning rangidan bo'lib qonab ketdi. Sizlar ham poddeshkani bosib, likelarni bosib ayamasdan kichkina mehnatimizga o'zingizlarning bahoyinglarni berishingiz mumkin. Joningiz sog' bo'lsin.